Shu tengsizlikni yechimini toping, ya'ni oralig'ini toping. Qaray turgan bo'lsak, bu ifoda x kvadrat minus 2x a deb belgilay turgan bo'lsak, a deb olsak, bu narsa a qo'shilgan 2 ga teng bo'ladi. Shu narsa kichik yoki teng 48 dan. Ya'ni o'rniga qo'yib ishlaydigan bo'lsak, a ko'paytirilgan a plyusdan 2 kichik yoki teng 48 dan. Ya'ni qavsni ochib 48 ni tenglik chap tarafiga o'tkazib olamiz. A kvadrat plyusdan 2 ta a minusdan 48 kichik yoki teng 0 ga. Yechimlari a teng qo'shsak minusdan 2, ko'paytirsak minusdan 48 bo'ladigan sonlar. Ya'ni minusdan 8 va 6 ga teng bo'ladi. A nima deb belgilagan edik? X kvadrat minusdan 2x teng minusdan 8, x kvadrat minusdan 2x teng 6 ga. Ani o'rniga qo'yib oldik. 8 ni chap tarafga o'tkazib oladigan bo'lsak, x kvadrat minusdan 2x plyusdan 8 teng 0 ga. Diskriminant oladigan bo'lsak, diskriminant teng b kvadrat 1 ni kvadrati minusdan 4 ko'paytiruv 8. Diskriminant 0 dan kichik bo'lib qolyapti. Demak, buni yechimi yo'q, bosh to'plam. Ikkinchisini yechadigan bo'lsak, ikkinchi tenglikda x kvadrat minusdan 2x minusdan 6 teng 0 ga. Yechimlari x teng 3, x teng minusdan 2 bo'ladi. Ya'ni x ning yechimlarini topdik. 3 va minusdan 2. Tengsizlikka qaraydigan bo'lsak, kichik yoki teng. Kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa, har doim siz ko'rsatib bersam bo'ladi. Minusdan 2 va 3 oraliq musbat, manfiy, musbat bo'ladigan bo'lsa, kichik oraliq. Ya'ni manfiy oraliq minusdan 2 dan 3 gacha. Bo'lgan yechim oralig'ini olamiz. Tengi bor, demak minusdan 2 va 3 oraliq javobi -2 dan 3 gacha oralig'ida. X ga o'rniga qo'yadigan bo'lsak, qanoatlantiradi. 48 dan kichik bo'ladi.